Oh. Bugunga varu. Qo'ylar zo'ridan kelganda. Hop. Obunachilarimizning ichida Boburjon bilan insofli bola bor. Hop. Ikkoni ham sindirib tashlayman. Ey, aniqa sindirib tashlaysiz. Sindirib tashlayman. Bo'ldi, gapiring tamom. Zo'ri chiqadi, ikkita chiqadi, qo'yni zo'ri chiqadi. O'ylanmasdan. Qo'yaman, paruzni narxida qo'yaman. Ey. Javob berdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy obunachilar. Azizamjon menga barra qo'zi emas, o'sha eski qo'chqor qo'zlar ham chiqarasizmi degan akalarimizga maxsus video bo'ladi. Akalar Namangan tumani o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar qishlog'idan. Sizlar bittadan like tirs bosib tursalar aynaqa o'ta yeltir sinjun variantidan o'ta noyob joyga yetib kelamiz. Akalar xudo xolasa hafta kuniga bugun dushanba 2025-yil 7-aprel. Xudo xolasa yangi obunachimiz, o'ta yangi obunachimiz xudo xolasa narxlarni sindirib, o'ta pachaqlab tashlayman deyapti. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar, xudo xolasa qo'chqorni lyugutrlari zo'rlardan chiqadi. Barra qo'zini narxida men sotaman deyotgan o'sha kichkina chopon yaqinlab bugun. Assalomu alaykum. Kichkina chopon nimaga? Yaxshimi? Nech partiya chiqadi bugunga? Videoni oxirigacha ko'rib tursin, like bosib, otangga rahmat yozib qo'ysa bo'ldi. Mana akalar haqiqatan qo'zini sifatli go'zallardan olamiz degan akalarimizga tavsiya qiladigan joyi. Kichkina chopon bayda nechta? Bayda 20 ta qora bitta dona sarig'i bor. 21 ta soni. Mana akalar kakras bir qo'ra olaman deb yurgan akalarimizga qo'yiladi. Qarang, tikka dumba, hammasi standart tikka dumba. Bitta ham dumba sosilgani yo'q akalar mana. Qo'y qilib olishgan de yuzini qarang, ertaga kelajagi bor. Zotga ham arzoradigan variantidan akalar. Qo'zlarni qarang, haqiqatan kelajagi bor narsasidan akalar. Jonivorlari qo'zlarni qarang akalar. Go'zallarni olamiz deb yurgan akalarimizga nima deydi, padalisa qilib gruppalagan tarqatib qo'ysalar akalar. Kimdir sizlar tufayli qo'yli bo'lib qolishi mumkin akalar. Mo'g'illar qarang, haqiqatan noyoblardan akalar. Ey, haliga Zojan bitta bo'yini o'lchab betaylik, mashina bo'y bilan realni bo'lsin tamom. O'sha bo'yini o'sha bo'yini ko'rsating, dangal deydi-ku. Qo'zlarni qarang, haqiqatan suyali variantidan. Mana akalar. Shoshiling lekin akalar, o'ta noyoblardan, dangal. O'ta shoshilamiz. Qo'zlar lekin o'ta nima deydi, uzunlardan. Jonivorlar, akalar haqiqatan uzun dedim. Ushadingizmi, ushang. Bo'ldi, bitta bo'yini o'lchab betaylik akalar. Ushang. Mana akalar, yerdan mana. Necha 85 ga qarab ketyaptimi? Qo'lingizni qo'yingchi. 82, 80 deylik. Akalar, ey, qo'zni qo'ylar qarang, bu barra emas. Necha oylik Zojan bular, Zojan? 9-10 oylik. 9-10 oylik atrofidagi hali tish buzmagan, tish buzishga yaqin. Ekishga yaqinda o'tadi. Akalar, xudo xolasa, nima deydi, shoshiling, barra qo'zi emas. Xudo xolasa 100% faqat filisga yuradigan tomonlari. Lekin qo'yiladi. Zojamdagi boshda aytib ketaylik, ikkita, to'rtta olaman degan obunachilarni telefon qilaveradi. Bitta olamdan sotaradi. O'ylanmasdan. Mana akalar, bitta olamiz degan obunachilarga sotilaveradi. Xudo xolasa akalar, narxni yorollar. Realni gap narxni yorollar. Bo'ldi. 4 million 200 yo'q. 4 million ham yo'q. 39 ham yo'q. 2 million 800 mingdan bitta obuna. Aniqmi? Aniq. Joningiz sog' bo'lsin akalar. 3 million 800 ming so'mdan. Barra qo'zi narxida akalar, shu yilgi barra qo'zi ham shunaqa narxdan chiqyapti. Xudo xolasa, qancha o't berasiz? Boburjon shaqalpali bolani sindiraman deyapti. Hammasini sindirib tashlayman. Qo'ltasham bo'ldi, boshqatdan gapiring. O'ting bo'ldi tamom. 50 ming o'tib. 50 ming bo'lsa yarashmaydi sizga. Bo'pti 100 mingdan mana. 3,5 milliondan. Yo, 3,5 milliondan bo'lmaydi azizlar aka. Bir joyda. Bir joyda sotaman. Dastakkasi ham tekin. Tekin. Bo'ldi, boshqatdan gapiring, tamom. Birinchi mashina bitta yurgizninglar mana, bitta yurgiz. Keyin boshqatdan bo'ladigan pulida gap deydi-yu, siz kichkina chopon yaqinlab bugun deyapsiz. Parasam o'tib bermaymi? 3 million 600 mingdan bor aka, Samarqandga. Joningiz sog' bo'lsin. 3 million 600 ming so'mdan bir joyda. Bir joyda akalar 3 million 600 ming so'mdan, lekin qo'ylar barra qo'zdan ham haqiqatan arzon bo'ldi. Lekin eski qo'chqor akalar, bu yilgi qo'chqor emas, faqat ishakka chiqaq, nima deydi, yaqinlashgan. Shoshiling akalar. Ey, 4 ta 5 ta olaman degan obunachilarimizgachi. Bitta ham sotaraman. Bemalol do'konga. 24 soat. 24 soat. 1-2 telefon qilishadi. 4 ta 5 ta tanlab olaman desga, telefon qilsa, prosta kelishilgan holatda. Mana akalar, plus minusi bor mana. Qo'ylar hammasiga uzun. Plus minusi bor, xudo xolasa kelishilgan holatda sotilaveradi. Qo'yda lyugutr zo'rlari. Shoshilamiz akalar, xudo xolasa, lekin o'ta zo'rlar.
Ikkinchi partiyani boshlardikmi? Kelar xudo xolasa. Ikkinchi partiyamizni yo'masan boshlaydi. Qo'yiladi o'ta zo'rlari, shoshilamiz akalar. O'ta noyoblari. Mana akalar yo'masan biz ikkinchi partiyamizga o'sha toza hisorimdek dumbani qarang, o'zi tulab ketayotgan variantidan so'ragan akalarimizga deydi. Kichkina chopan Zohidjon deydi. Xudo xolasa kichkina chopan men narx qo'yaman. Taruzdan ham arzon bo'ladigan variantidan qo'ylar e'tibor bering, hammasi tulab ketayotgan edi. Akalar bu barra qo'zma, so'limaydi, zo'r o'zgaradi. Faqat plyuska o'zgaradi. Kichkina chopan bayda nechta? 13 dona bayda. 13 tami? 13 ta, bir qora. Bir qora. Maza qilib boqaman. O'ylanmasdan. Jonivorlar oldin to'sing. Jonivorlar akalar mononi qarang. Mononi bagidan yeb tashayapti. O'ta xo'ra, xudo xolasa qo'chqorlarni lug'otirildi-yu. Zohidjon bayda nechta? 13 ta, bir qora, xudo xolasa akalar. Toza hisorisidan baqaman, yeltir variantidan degan kalamda e'tibor bering. Hammasi tulashni boshlagan. Akalar nima deydi? Bu barra qo'zi emas, xudo xolasa faqat plyuska yuradi. Yana qaytarib aytaman, faqat plyuska yuradigan yeltir toza hisori variantidan. Necha oylik Zohidjon bular? Bular 8-9 oylik. 8-9 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqorlar akalar. Haqiqatan de hammasiga e'tibor bering. Bir qarishimcha jundishida emas, xudo xolasa faqat plyuska tomoniga yuraveradi. Lekin yeb ichishi zo'r. Zo'r mahal ey. Yeb ichishi bor, bir hafta emas, bir oyga garantiya. O'ylanmasdan. O'ylanmasdan. Siz bugun narx qo'yasiz? Tarvuz narxida. Voy, o'ylanmasdan. O'ylanmasdan. Telefon qilsa bo'ldi, Ish bitadi. 24 soat. 24 soat. Joni hisobisi akalar. Haqiqatan qo'yiladi ish qilishlarga uzun-uzunidan degan akalarimizga tavsiya qilaveradigan joyi. Qo'yiladi qarang. O'sha eski qo'chqordan bo'lsa olamiz deb yurgan akalarimizga padilista qilib gulpalagan akalar faqat qoslar qo'yiladi zo'ridan deydi. Xudo xolasa yemoq ichmoq sog'ligi zo'r. Zohidjon, ey, bo'ldi narxidagi, tamom. Bo'ladigan bir joyga hammasini ayting, tamom. 38 mi? Ha. 37 ham emas. Hop. 36 ham emas. 3,5 ni. 3 dan chicha qo'shib beramiz. Yo, 3,5 ni. Siz eshittiring, kichkina choponman degan nomni oldingiz bo'ldi. Boshqatdan gapiring, bo'ladigan gapni gapiring, tamom. 50 mingni o'tib beraman. Qancha 50? 34 ni, men 100 mingni o'tib beraman 34 dan. 31 dan. Yo, 30. Ey, eshittiring. Bo'ldi, siz boshdan nima dedingiz? Tarvuz narxida ketadi dedingizmi? 3 million 100 dan bo'ldi, hammasi bir joyda. 3 million 100 dan to'g'ri kelmaydi. Bo'pti, maqsad danga sotishmi? Realni gapiring, tamom. 3 million 300 mingdan siz obunachilar. 3 million 200 dan, sizniki ham emas, bizniki ham emas. Ey, like-ni bosib, tirs. Otangga rahmat deb qo'ysa bor bo'lagan. Aniqmi? Aniq. Joni hisob bo'lsa, akalar shoshiling, tamom. Eski qo'chqor shu yo'lga barra qo'zga ham akalar shunaqa narxda chiqyapti. Ular faqat plyus tomoniga yuradi. Shoshiling akalar. 3 million 200 ming so'mdan dastlabkasi-chi? Dastlabkasi uyi bo'lsa bo'ldi, olib borib beraman. 24 soat. 24 soat. Xotirjam aloqada. Ana akalar, 24 soat xotirjam aloqada, lekin 4ta 5ta ham sotilaveradi, telefon qilishaversinmi? 2ta ham sotilaveradi. Xotirjam. Xotirjam, plyus minus bor bitta ikkitaga. Ey, aniqmi? Aniq. Dastlabki qilib yetkazib berasiz. Yetkazib beraman. Joni hisob bo'lsa akalar, shoshiling, tamom. 3 million 200 ming so'mdan shoshiling, lekin qo'ylar hammasi sifatli yaltir qo'zilar. Bunga e'tibor bering. Eski qo'zi bular. Yana qaytadan faqat plyuska yuradi, minuska yurmaydi. Bugunga shularimiz Zohidjon endi. Kelar xudo xolisa bugunga shular sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.